Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar, qaysi ummatimning xonadonida o'choq boshini va qarangki hojatini oqavasi alohida ketsa, o'sha xonadonni badavlat bo'lishiga men kafilman degan ekanlar. Boy bo'lmay iloji yo'q, boy bo'ladi degan ekanlar. Mana. Endi bizlarning zamonga kelib, hop shunaqa joylarda yashaymizki, uni ajratib bo'lmaydi. Nima qilish kerak? Loqal qozonni to'g'ri ko'tarib olishni o'rgatish kerak. Bu ovqatni yaxshilab suzib olgandan keyin ichida qolgan har bitta guruch uchun javob borligini bildirish kerak. Bir vaqtda laganni ko'targandan keyin buvalarimiz aytardi. Har bitta guruchga 10 ta savob. Qani kim ko'p yeydi desalar, yotib olib, qarangki bolalar bilan talashib, aka-ukalarimiz bilan talashib guruch. Bujon 7 ta terib yedim desa, 70 ta savobdirdilar. Buvajon 5 ta terib yedik desa, 50 ta savobdirdilar. Hozircha to'kilgan joyida qoladi. Bolalar hatto amin deyish esiga kelmaydi. Ko'chalar nari boshiga kelganda, "Ha, amin qildingmi?" deb ona baqirib qoladi.